Aka shunda mana shuni ushlab turing. Aka bo'yingiz shunchalik chiqadimi? Nima? Ya prosta menga kerak edi. Rahmat. Yo'q, birga emasmiz. Prosta bo'ylarini o'lchamoqchi edim-da hozir. Ya kerak-da. Menga shunda tushib tursangiz, men bo'yingizni o'lchab olardim-da hozir. Ne pulus voy, mana bo'yingizni o'lchab oling shunda. Bo'yingiz necha chiqadi? Ya kerak-da menga. Bo'yingiz 180 ekan-a? Rahmat kattakon. O'tiravering, bo'ldi, ketavering. Men eshigingizni ham yopib qo'yaman. Aka to'xtab turing, 1 minut. 1 minut yurmay turing. Necha kilosiz? Bilaman. 56 kilo. 56 kilo? Iltimos keting. Ya ketasizlar. Kerakman kilo. Menga kerak-da, shunda tushib turing. Yana 1 minut. Qani, ajdani pulni beravering. 50 ming xolos olib ketdingiz. 50 ming emas, ajdani ham puli qo'ysangiz-chi aka. Mana tarozda shunda tegidan osilib tursangiz, men vazningizni o'lchab olardim. Shunda. Aka, qarang, shahar iltimos mayli. Yo beradi, pulini xavotir olmang, qochib ketadi degan bolaga o'xshamayapti, tushib turing. Mana shunga shundoq tegiga osilib bersangiz, mamnitida soni chiqadi-da. Ya nimaga osilib beraman? Mana men tegiga. Yetib turibman, 56 kiloni men so'rayman. Men ishon nima yetib olsiz? kiyimlari bilan necha kilo chiqishini bilmayman-ku. Bo'ldimi? Osilmaysizmi tegiga? Tushundiryapman, sizni Necha kilo dedingiz? 56. 56 kilo deb yozib qo'yaveraman. Hop, mana bitta rasmga oldim. Shunga kerak-da. O'sha rasm. Tushunmadim. Eshikni yopib yuboringlar. Bo'ldi, yopib beraman men o'zim. Ketavering, o'tirishdan. Telegramga kirib, poiskga Lura Matchbot deb yozaman. O'tda sizlarga 400 mingtadan ko'p podpishka bor bot chiqadi. O'tda sizlar o'zingizlarni rasmiylarni, bo'yinglarni, vazninglarni, lokatsiyalarni tashlasanglar, takoy chiroyli qizlar bilan tanishib yozishsanglar bo'ladi. Tushundingiz-a nimaligini? Nimaga kerakligini menga? Tushundim. Nima kerak bunda taksidan ketib? Bo'ldi, taksi chaqirib beraman men sizga. Esingizda qoldimi? Lura Matchbot. Esimda qoldi.